Assalomu alaykum hoji aka. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Yuborgan mahsulotlaringiz mana bizga yetib keldi. Endi biz buni tanovul qilish taraddudida turibmiz oilamiz bilan. Xursand bo'ldik. Biroz o'ylanuvdim. Shunday 50-40 gradus yuqorisida issiqlik bo'layotgan paytda qanaqa holatda kelar ekan? Ta'mini yo'qotib qo'yarmikin deb gumonda edim. Yo'q, xudo xolasa juda chiroyli holatda yetib keldi. Mana nihoyatda bir hidi ham bir chiroyli, ishtahani ochib o'ziga tortib turibdi. O'zi ham yaxdakkina, muzdakkina ekan, chiroyli holatda ekan. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Faoliyatingizga Allohdan madad so'raymiz. Alloh qo'llab-quvvatlasin. O'zimni ham qishlog'im, ham yurtlarimga ham bemalol tavsiya qilaman. Xudo xolasa meni tanigan, bilganlar ham agar mabodo ko'rsa, bemalol chaqirib tanovul qilishlari mumkin. Xudo xolasa biz xursandmiz. Alloh rozi bo'lsin.